Eğer to'g'tonlarda yo'sal taklif qilmaydigan uydan kutunib chiqarmoqchi bo'lgan qizlar 5 ishga cho'qim bek diqqat qilinglar. Bo'lmasa kasallik qoldiqidan qat'iy qutulolmaydiganmiz. Birinchisi kutilgan vaqtimiz qancha uzun bo'lsa shuncha yaxshi jumla qizlar. Sharoitinglar yor bersa 100 kun hargizmi ortiqlik qilmaydi. Navoda sharoitinglar yor bermay qolib qolsa, o'z tuqqanlar 43 kun, operatsiya qilganlar 56 kun, cho'qim chidab turib chiqarayotganlar shu kunni. Bo'lmasa boldur chiqib olsak vaqtida bilinmagan bilan vaqt o'tgan sari uning dardini o'zimiz ravus tatib qo'yganmiz. Ikkinchisi tug'ib chiqqan birinchi haftasi hargizmi ojizlab ketdim deb bir xil quvvat bo'ldi deb mayliq sho'rpalarni, go'sht sho'rpalarni hargiz ichib olmanglar qizlar. Bo'lmasa sutimiz to'sib qoldi, o'zimizni bearam bo'lamiz, oson hazm bo'lmaydi. Shunga birinchi haftasi oson hazm bo'ladigan sayko'kda ko'proq aralashgan suyuqsalan tomoqlarni cho'qim ko'proq yeb beringlar. Adam sutim ravon kelsin, to'sib qolmasin desanglar, balani ko'p emtib beringlar. Eng yaxshi usul shu. Shunisi hargiz sovuq suvga qo'linglarni tutmanglar qizlar. Yuzimizni yuvganda, qo'limizni yuvganda cho'qim issiq suvni cho'qim issiq suv ishlatinglar. Hargiz sovuq suv tutmanglar. Lekin issiq saqlashga cho'qim bek diqqat qilinglar. Mayli yoz bo'lsin, mayli qish bo'lsin, cho'qim bir tal yepinchini o'smi otib o'tiringlar. To'rtinchisi mavu 40 ichida amal bor. Balani bekchaq ko'tarib olsak bo'lmaydi, belni bek egib olsak bo'lmaydi, ig'ir narsa ko'tarib olsak bo'lmaydi. Chunki vaqt uzargan sari bel put qo'l biroq og'riydigan bo'lib ketadi va intayin jabotatsiz. Beshinchisi o'riqlashga hargiz aldirmang. Aldirab tan shoy bu narsani to'xtatib qo'ymang bo'lmasa, osonla qiyirliq besib ketadi, terilarimiz intayin satlashib ketadi. Agar qatqimdan hech qanday kasallik qoldi, qolmay, uzuqlarni yaxshi to'liqlab, yaxshi o'riqlab, sog'lom holatda chiqsam bo'ladi desanglar, men o'xshash maxsus mushparianninki 40 tampani desanglar bo'lganmi? Bu bir qatnon ichida ko'ngillardek 30 kun, ya'ni bir oylik tomoq chiqadi, kunligiga 2 vaqtdan 3 vaqt bo'ldi ekan. Buningki kunlik yeydiganimiz iniq holatda tayyorlab, massajlashtirib tayyorlab qo'ygan ekan, tangsilab pishirib yesak bo'ldi ekan. Undan sirt badanimizga ehtiyojli bo'lgan barliq uzuqlarni mush tomoq bilan ham to'liq yalayotganmiz. Bu bo'lsa qaziyat bo'lgan, sut kelmaydigan ahvollar qat'iy yuz bermaydigan. O'zim yeb unumini ko'rganligim uchun sizlarga tavsiya qilib qo'yayin dedim. Agarda ehtiyojinglar bo'lsa, men ayrim xat yozish orqali aloqalasanglar, sizlarga tavsiya qilib bersam bo'ldi.